Assalomu alaykum hammaga. Special Invest kanalining birinchi darsligini boshlaymiz YouTube kanali uchun. Bugungi darslik FVG haqida bo'ladi. Bu ICT ni FVG muhim rol o'ynaydi. Shu FVG degan narsa hozir tushuntirib beraman. Boshlasak, bunda 3 ta sham rol o'ynaydi. Birinchi bu. Birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham. Bu hozir seldagi shamlar, sell trenddagi qizil bu qora qilingan, sizlar grafiklarda qizil bo'lishi mumkin. Bu ranglarni o'zingizlar qo'yib olasizlar. Birinchi ham minimumi, ikkinchi ham prosto imbalans tezroq yurib bersa, impuls bilan tez tushib ketsa, uchinchi ham maksimumi. Orada mana uni minimumi, birinchi ham minimumi, uchinchi ham maksimum. Shu joyda oraliq qolib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Necha chiziq tortib qo'yilgan o'zi. Mana shu FVG deyiladi. Bu buy trend agar yashil shamga o'zgarsa, shuni xuddi teskarisi bo'ladi. Birinchi shami maksimum bo'ladi, uchinchi shami minimum bo'ladi. Hozir bu sell trendda bo'lgani uchun minimum va maksimum shuni oralig'idagi narsa FVG hisoblanadi. Hozir realniy grafikdan ham ko'rsatib beraman. Bu volume imbalance. Bu ham FVG lar anaqalarga kirib ketadi. Nima desa bo'ladi? Qatorga kirib ketadi. Bu yerda faqat bozor o'z ko'rgan bo'lsangiz, shanba dam bo'ladi-yu. O'sha yerda ham bir bala bo'lgan bo'lsa, qanaqadir ishlar bo'lgan bo'lsa, bitta gap bilan ochilib qoladi. Bitta joy tashab ketadi. Umuman, masalan, maytlarda narx bo'lsa, o'zi shu sham yopilgandan keyin xuddi shu joyda bu tarafida ochilish kerak u sham, lekin pastda ochilib qo'yadi. Mana shu ham bitta imbalance, FVG qanaqadir volume imbalance deyiladi. Tepalarida nom yozib qo'yilgan agar. Ili xuddi shu variantni ditcha yana boshqacharoq. Bu safar shpilka ham bo'lmaydi. Mana bu yerda soyalar tekkan, hatto kirib chiqib ketgan soyalari. Bu yerda вообще bo'lmoq bo'ladi endi. Dash shpilkasi ham bo'lmaydi. Shpilkasi bo'lmaganligi uchun opening gap deyiladi. Shu FVG'lari turlari. Agar shamlarda sell trend, o'sha qizil yashil bu yerda shamlar, yashil sham tepaga ko'tariluvchi, qizil sham tushuvchi. Sell trenddagi birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham boyaga aytgandek, birinchi ham minimumi, uchinchi ham maksimumi. Oraliqda joy bor mana. Oraliq bo'sh bo'lib qolib ketgan. Agar bu FVG bo'lmasligi uchun mana o'sha shpilkasi tushish kerak, bunisidan esa chiqish kerak. Bir-biridan urilib o'tib ketish kerak-da. Bir-biriga hatto tengma-teng yoki bir-biridan o'tmay ketish kerak. Bu yerda lekin yetib kelmagan. Ochiq joy, bo'sh joy bo'lib qolib ketgan. Mana uni birinchi ham minimumi, uchinchi ham maksimumi. Keyin mana kirgan bozor 0.5% dan keyingi darslarda tushuntirib beraman. U yanada ishlash ehtimolini ko'paytirishini. Kirgan, FVG ga tekkan, ketgan pastga qarab. Endi bu yerga hisob tashamda u trend ketgan mana. Mana endi xuddi shu narsani buy trenddagisi. Birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham. Birinchi ham maksimumi, uchinchi ham minimumi. Oraliq qolib ketgan. Mana shu FVG deyiladi. FVG ga kirgan, ketgan. Endi mana aytganim hozirga 0.5% dedim. Xuddi o'sha oraliq birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham, birinchi ham maksimumi, uchinchi ham minimumi. Oraliq bo'sh, mana shu bo'shliq. Mana uni minimumi, uchinchi ham minimumi, birinchi ham maksimumi bo'shliq qolib ketgan. Shu yerda enter qilib kirsa ham bo'ladi. Endi sal o'zingizlarga qarab risk management to'g'rilab qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana FVG uchinchi ham minimum, birinchi ham shami maksimumi va oraliq. O'sha FVG ning rovna 0.5%, teng yarmi, 0.50% kelgan. Mana bo'ldi, yopildi uchinchi ham. Keyin keldi bozor kirdi, tegdi mana shu 0.5% ga. Tegdi, keyin 5 minutlik time frame da tasavvur qilsak, tekkandan keyin bu 5 minutlik time frame tepada yopildi. Jicha pastroqda ochildi, tushdi. O'pshi keldi mana yetgacha, keyin baribir yopilishdi, tepada yopildi. 0.5% ni swip qilganda bo'ldi. Mana shu 0.5% dan tepada yopildi. Bu kuchini oshiradi, boyaga aytganimdek. Mana shu 0.5% dan tepada yopilsa, kuchini oshiradi. Agar shu shpilkasini emas, o'pshi tana bilan urib qo'ysa, mana shu 0.5%, mana shu 0.5% tanadan pastga yopilsa, 0.5% keyin u kuchsizroq bo'ladi FVG. O'shaning uchun agar tepasida yopilsa kuchlilik bo'ladi, ili ketadi. Mana yana bitta variant. Birinchi chami maksimumi, uchinchi chami minimumi, oraliq, mana shu FVG. Bu 0.5% dan bunday ko'z bilan chamalab qarasanglar ham tepasida yopilgan.
No qizil shamoladi, yashil shamoladi zatto tepasida yopilgan. Ili tepaga ketgan. Stop losslar qayerda turishi, bular endi juda muhim emas-u. Nu korreksiya bo'lgandan keyin minimumga qo'ygan yaxshi. FVG ni pastga qo'ymash kerak. Masalan, FVG bitta FVG bo'lsa, mana xuddi shuni pastga qo'yib qo'ymash kerak. Chunki FVG ni даже ko'p kelib turib, tepasida yopilib qolishi ham mumkin. Mana, ko'ryapsizlar? 3-shamda bor ekan. Kelgan maytga stop qo'ysanglar olardi agar. O'shaning uchun bu taraf FVG ni rovna pastga qo'yib bo'lmaydi stop lossni. Kelgan yorgan, zato 0.5% ni tepasida yopilgan, keyin ketgan. Agar hozir shu yerda FVG ni tugashiga stop loss qo'yib qo'ysanglar, o'sha stoplar olib qo'yadi. O'shaning uchun minimumga qo'ygan yaxshi. Ili IFVG, ya'ni qaranglar, hozir yana mana boshdan kelaman. Sell trend ili buy trend. Sell trendda FVG qoldirgan, mana ikkita bunday, birinchi chami minimum, uchinchi chami maksimum qoldirgan, kirgan, ketgan. Xuddi shu FVG yana paydo bo'lgan. Mana ili mana nima desa bo'ladi? Birinchi cham, mana u qora sham, ikkinchi cham, uchinchi cham. Birinchi chami minimumi, uchinchi chami maksimumi, oraliq bo'shliq. Shunga kelgan mana u yashil cham, kirgan, ketgan yana dalshi. Xuddi shu bu yerda ham takrorlanishi kerak edi, hozir tushuntiraman. Birinchi cham, ikkinchi cham, uchinchi cham, birinchi chami minimumi, uchinchi chami maksimumi. FVG paydo bo'lgan, hosil qilgan, kirgan, o'jicha kirgan, keyin ketgan, ili yana qaytib kirgan. Mana yashil sham, mana ikkinchi yashil sham kirgan, tanasi yorib o'tib yopilgan. Общий FVG dan tepasida yopilgan. Chunki buy trendga o'zgargan mana inducement deyishgandan keyin общий tepasida yopilgan. Uje bu endi nima qilamiz? Bu FVG bo'ldi, olib tashlaymiz, grafikdan olib tashlaymiz, bo'ldi, bu ishlamadi degani emas. Xuddi shu FVG endi teskari tomonga ishlab beradi. Masalan, sellga ketish kerak edi bu FVG dan, lekin yorib o'tdi, yopildi. Ili yana qaytib kirdida 0.5% dan tepada yopildi, keyin tepaga ketdi. Chunki uje bu FVG sellga edi, endi yorib o'tgan uchun uje buyga itarishi boshlaydi narxi. Endi shuni teskarisi ish qilish boshlaydi. O'sha IFVG deyiladi. Shu teskari tomonga itarishi u IFVG ga o'zgaradi. Ili mana yana bitta FVG. Birinchi cham, ikkinchi cham, uchinchi cham, birinchi chami maksimumi, uchinchi chami minimumi. Ikkita qilib liniyani anaqa tortib olasizlar, keyin kirgan, ili ketgan. Endi grafikdan ko'rsatib bersam, hozir bu analiz. O'z bozorda вообще ko'p bo'ladi FVG, juda ko'p. Qaysi biri ishlashini ishlatib, o'pitni oshirib o'rganib ketsanglar biladi bemalol. Chap tarafdan boshlaymiz, boya aytib olgandim. Birinchi ham yaqin qilib olaydi. Yaqinroqdan qilay, o'shani yaxshiroq tushunasizlar. Birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham, birinchi hamni minimumiga qo'yganman, ili uchinchi ham maksimum. Oraliq bo'shliq mana shu joy. Ko'ryapsizlar? Hech qanaqa shpilka yo'q, bitta tanag'ini o'zi bor. Bu yerda shpilka umuman tegmagan. O'shaning uchun mana shu FVG deyiladi, bo'shliq. Mana chizib olganman, bunday qo'yib, keyin bozorga sal buyoqroqdan qarasak, uje mana tekkan, kirgan hozir. Bunday qilib ko'rsatib beraman. Stop loss dicha mana e'tirof qo'yamiz, chunki mana bitta anaqa turibdi mana. Bitta korreksiyani maksimumi. Boyaga aytgandek, FVG ni tepasiga stop loss qo'ymaylar, chunki olib keyin ketishi ham mumkin. Mana shuning uchun tushib bergan. Bu birinchi FVG emas. Ili mana bu ikkinchisi. Birinchi ham mana bu katta, bitta shpilkasi uzun, ikkita taraflama. Ili bitta общий tez tushib bergan. Narx tez tushib ketgan. Ili uchinchi ham sekin bo'lgan, ili mana birinchi hamni minimumiga, uchinchi ham maksimum yetib bora olmagan. Oralig'ida bo'shliq qolib ketgan. Keyingi shamga o'tgandan keyin o'sha keyingi shamni hozir mana uni tortib tursam mana kirgan, FVG ni ichiga kirgan, ketgan sirazi. Keyin yana xuddi shu boyaga ish bo'ldi. Mana birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham, birinchi ham minimumi, uchinchi ham maksimumi. Ili shu yerda ham bo'shliq. Lekin buni yorib o'tib ketgan. Nu to'g'ri, birinchi bo'lib 0.5% ni hurmat qilgan, 0.5% dan pastda ham yopilgan. Selga kuch ko'p edi, nu shunda ham selga yurib bergan monetgacha. Mana shu joygacha mana. Shu joygacha selga yurib bergan. Keyin baribir buy trend kuchli ko'plik qilgan, yorib o'tib yopildi mana o'shamlar, yorib ketdi. Keyin shu bilan jicha flatroq yurgan, keyin kelgan, xuddi shu FVG ni o'chirib tashimiz. Bu yorib o'tib yopildi degani bu FVG ishlamaydi o'sha degani emas. Keldi, qaytib kirdi shu FVG ga, mana 0.5% dan hurmat qilib yopildi, mana tepada yopildi, keyingisi kirdi. Keyingisi ham oxirigacha
yopilmadi, jitcha ko'proq qilib yopildi. Keyin bay ketdi yana. Dalshi bay ketdi. Keyin bu yoqda FVG kam, или mana buni общий ana maytda bitta FVG bor ekan. Общий otgan, tepaga yangilik chiqqanmi, bundan nima bo'lgan? Birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham. Uchinchi ham minimumi, birinchi ham maksimumi. O'shani orali bo'shliq. Keyin FVG chizib oldik. Keyin buni 0.5% ni hurmat qilmagan. Lekin общий tanasi bilan общий FVG ni yormagan. Oxirgisini yormagan mana. 0.5% ni to'g'ri yorgan, oxirgisini yormagan. Kuchi bor hali demak. Keyin ketdi, bay ketdi, yana dalshi ketdi. Keyin boyaga birinchi ko'rsatgan FVG ni jicha reaksiya oldi. Keyin yana baribir dalshi davom etdi. Ili bu joyda ham yana FVG mana maksimumi, uchinchi ham minimumi, birinchi ham maksimumi. FVG qoldirgan, kirgan 0.50% ga tekkan, keyin sirasi tepaga chiqib ketib, tepada yopilgan. Mana bitta ham FVG bor, kirmagan ekan. Mana yana bitta FVG. Mana yana bitta IFVG. FVG ni o'zi ham bor mana, ikkita FVG bu yoqda. Birinchi ham, ikkinchi ham, uchinchi ham, birinchi ham maksimumini oldim, uchinchi ham minimumini oldim. Chunki ikkalasi bir-biriga to'qnashmagan. Bitta liniyani bunday qilib tortib qo'ysangiz, agar mana qaranglar. Xuddi shunday mana shpilka ko'rinyaptimi mana? Ko'rinayotgan bo'lsa, mana 3-shami minimumdagi shpilkaga bormagan. Bunday qilib borib, agar o'tib ketganda bu FVG bo'lmasdi. Yetib bormagan, oralig'ida bo'shliq qolib ketgan. Ili pastga yordi, bu o'zi bayga ko'tarib berish kerak edi bu FVG, lekin kuch bilan yordi. Keyin yana bitta FVG'imiz qolib ketdi. Kuch bilan yorganim uchun yana bitta FVG mana. O'sha boyaga FVG'imiz IFVG aylanadi, keyin yana bitta mana bitta FVG bor. Ikkita FVG ni kuchi endi. Ikkita FVG ni ham 0.5% ga tekkan mana bitta, ili 0.5% dan pastda yopilgani uchun IFVG ili FVG ni ikkita kuch tenglashib dalshi itargan keyin mana pastga qancha urib ketgan keyin. Keyin o'sha qancha urganda yana bitta FVG qolib ketgan. Bozorda aytayapman, вообще FVG lar ko'p bo'ladi, cherezchi. Qaysi birini to'g'ri ishlatib tashlashni bilish kerak. Shuncha FVG ishlab bergan. Oralig'ida mayda-maydalari ham bor. U 0.5% larni hurmat qilmagan, hech qanday qilmaganda, qanaqadir mantiqsizroq. 0.5% ni hurmat qilsa, o'shanga sal e'tiborni ko'paytirsalar bo'ladi. Birinchi darsligimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.